Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda Excel'da shartli funksiyalarni o'tamiz. Excel'da shartli funksiyalar bu juda ko'p kerak bo'ladi. Ayniqsa ma'lumotlarni kerakligini ajratib olishda kerak bo'ladigan funksiyalar. Bularni hammasini o'rganib, qayta o'zingizlarda sinab ko'rishingiz kerak. Sinab ko'rmaguningizcha o'rganishingizda, tushunishingizda baribir qiyin bo'ladi. Mani Excel'im inglizcha bo'lgani uchun ingliz tilida yozaman formulalarni, lekin bu yoqda ruschasini ham yozib qo'yganman. Sizlar rus tilidagini foydalanasizlar. Qolganlari bir xil ketaveradi. Faqat boshlanishi inglizcha yoki ruscha farq qilishi mumkin. Xo'p, bizda ma'lumotlar bor. Ma'lumot bu yoqda masalan zakaz raqami, short white bu mahsulotning nomi, 12 bu zakazlar soni, orders, oxirida $546 sotilgan short white bu aynan oxirgi qiymati. Endi bularni ajratib olishda, o'zimizga kerakligini ajratib olishda mana bunaqa usullardan foydalansak bo'ladi. Birinchisi if funksiyasi. Ruschasiga yesli yozasizlar sizlar. Men ingliz tilida yozib ketaman. Teng qo'yiladi. If yozib turib, bu yoqda pastda o'zi beryapti. Aynan if bilan bog'liqlarini shuni 2 marta tez-tez bossanglar ham bo'ladi yoki tapni bossanglar o'zi yozib beradi. Yoki umuman qo'lda ruchnoy yozsanglar ham bir xil rezultat bo'laveradi. Mani holatimda tapni bosdim. Endi logical test deyapti, ya'ni mantiq bo'yicha nima bajarib bering. Xo'p, bizda mana 546, men buni belgilab oldim, yacheykasini E7 yacheyka belgilab oldim va katta kichik belgisi bor. Buni joylashtiraman va 500 yozaman. Bu nima degani? Agar agar degani, agar 500 dan katta bo'lsa bu holat, ya'ni o'sha yacheykamiz ichidagi son nima qilib beradi deyapti. Xo'p, sizlarda qarasanglar, mana bu yerda virgul turibdi. Sizlarda nuqta virgul bo'lishi ham mumkin. Buni holatda nuqta virgul yozasizlar, menda virgul turgani uchun virgul yozib ketaman. Excel nastroykasiga bog'liq bo'ladi ko'p holatda bu. Agar sizlarda xatolik bersa, demak nuqta virgul bo'lishi mumkin. Yozayotganingizda shunisiga e'tibor beringlar. Men virgul yozdim. Endi keyingisini yozganda mana qoraytirib ham berdi o'zi. Keyingisi agar mana shu E7dagi qiymat, ya'ni 546 500 dan katta bo'lsa nima qiladigan bu yoqda shart deyapti. Biz unga yozamiz, qo'shtirnoqning ichida qimmat degan yoziq chiqargin deb. Va yana virgul bilan yopishni so'rayapti, virgul bilan yopamiz. Va agar 500 dan katta bo'lmasa-chi bu qiymat, unda nima qilaylik? Aks holda nima qilaylik deyapti? Unda biz yozamiz arzon degan so'zni misol uchun. Chunki 500 dan qimmat bo'lmasa, demak arzon deb belgilaymiz. Va bu yoqda qo's yopishingiz ham mumkin yoki enter bossanglar o'zi avtomat yopiladi. Bizda birinchi qiymatimiz 546 500 dan katta bo'lgani uchun qimmat deb ko'rsatdi. Endi buni pastgacha tortib yuboramiz, boshqa qiymatlarni ham ko'ramiz. Ikkinchi qiymatimiz 519, bu ham qimmat 500 dan. Uchinchisi 492, bu 500 dan kichkina bo'lgani uchun arzon degan bizga javob qaytardi. Ya'ni 492, bu yoqda men tasavvur qilaylik, E9 o'rnida 492 turibdi. Va 492 katta emas 500 dan. O'shaning uchun arzon deb berdi. If funksiyasi shunaqa ishlaydi. Keyingisi if funksiyasi. Bu ifni keyingi takomillashtirilgan varianti desak ham bo'ladi. Bu qanaqa ishlaydi? Hozir buni ham ko'rib chiqamiz. Ten if yozasiz, tapni bosasiz va birinchisiga 546 ni yozdik. Ya'ni shu qiymat bo'yicha takrorlayveramiz. Va katta bo'lsa 500 dan ya'ni yopamiz virgul bilan. Yopgandan keyin qo'shtirnoq ochildi. Endi bu yoqda agar 500 dan katta bo'lsa nima degan yozuv chiqaradi deyapti. Hozir bu oldingi funksiyamizga o'xshash vaziyat, lekin davomi dan farqli borib olasizlar sekin-sekin. Xo'p, agar 500 dan katta bo'lsa bizga juda qimmat degan yozuv chiqsa, yopamiz qo'shtirnoqni.
va virgul bilan. Endi bu logikal test ikkini so'rayapti. Xuddi shunaqani keyingisini so'rayapti. Bu nima degani? Yana shu qiymatni belgilaymiz. Katta kichikka belgilaymiz. Endi bu safar 500 dan emas, misol uchun 400 dan katta bo'lsa deb belgiladik va virgul bilan bu qiymatni ham yopamiz. Yopgandan keyin agar 400 dan katta bo'lsa, lekin 500 dan katta emas, lekin 400 dan katta, unda nima yozuv chiqaring deb ko'rsatyapti bizga. Yana qo'sh tirnoqni ochamiz. Bu holatda endi qimmat deb yozamiz. Chunki 500 dan kattalarni juda qimmat deb berdik, 400 dan kattalar shunchaki qimmat deb belgilaymiz. Bu yerda xohlagan yozuvlarni yozsanglar bo'ladi. Va yana bitta logikal testni qo'shamiz bunga. Xohlagancha logikal test qo'shib qo'ysanglar bo'ladi, o'zingizlarni ishingizga qarab turib. Yana 546 ni belgilaymiz, ya'ni shu qiymatimizni va katta kichik belgisini qo'yamiz. Endi 100 dan katta bo'lsa, o'sha arzon mahsulotlarga keldik o'sha. Va yana virgul bilan yopib, qo'sh tirnoqni ochamiz va arzon degan yozuv chiqsin. Va to'liq yozib bo'ldik if funksiyasi bo'yicha va enter bosamiz. Bizda 546 bo'lgani uchun birinchisi juda qimmat deb berdi, chunki $500 dan balandlarni hammasini juda qimmat deb bergin deb mana biza bu yoqda ko'rsatganmiz. Endi keyingilariga surib yuboramiz. Buni hammasini bittada ko'rsatish uchun. Pastdagilarni ham ko'ryapmiz. Mana keyingisi 519, bu 500 dan qimmat, juda qimmat deb berdi. 492 500 dan qimmat emas, lekin 400 dan qimmat. 400 dan qimmat bo'lgani uchun bu yoqda shunchaki qimmat javob qaytardi. Qolganlari ham mana 500 dan qimmat, juda qimmat va arzonga e'tibor beramiz. $150 ekan. $150 bu 500 dan ham qimmat emas. 500 dan katta emas, juda qimmatga to'g'ri kelmaydi. 400 dan ham katta emas, qimmatga ham to'g'ri kelmaydi va 100 dan katta, shuning uchun arzon degan javobga to'g'ri keladi. Hop, if funksiyasi shunaqa ishlaydi. Endi and funksiyasi. And bu va degani, ruschasida i deb yozib ketasizlar. And qanaqa ishlaydi? And funksiyasi sodda tushuntiradigan bo'lsak, masalan sizga aytildi, do'konga chiqqan kalbasa va sir olib kelgan. Bu yoqda va qatnashyapti, demak kalbasa bilan sir olib kelishingiz kerak. Kalbasa bilan sir olib kelsangizgina to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. Misol tariqasida bu. Agar kalbasa bo'lmasdan faqat sirni o'zini olib kelsangiz, bu yoqda o'sha shart noto'g'ri bajarilgan bo'ladi, chunki ikkalasini ham to'g'ri kelishi kerak shartga. Sizga aytilgan gapga ikkalasi ham to'g'ri kelishi kerak. Bu holatda biz nima qilamiz? Hozir misol tariqasida yana 546 ni oldik. Yacheykamiz, chunki bu birinchi yacheyka. Va katta bo'lsa 500 dan va virgul bilan yopamiz va zakazlar soni 10 tadan katta bo'lsa va enter bossak, bu true deb berdi, ya'ni to'g'ri bajarildi deb berdi. Bu nimaga true deb berdi? Ruschada istina chiqishi mumkin. Xo'p, 546 500 dan katta va 10 ham 12 dan katta. Bu degani do'konga bordinglar, kalbasa ham, sir ham bor, ikkalasini olib keldinglar, true, ya'ni to'g'ri ish qildinglar. Xo'p, bu qanaqa holatlar to'g'ri keladi? Sizlar mijozlarda bo'lib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ba'zan aynan mana bu kolичестводagi, mana bu miqdordagi zakazni olgan bo'lsin va mana bu summadan katta bo'lsin summasi. Shunaqa mijozlarni ajratib olish uchun bu funksiyadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni ham yoyib yuboramiz oxirigacha. Oxirigacha tushirganimizda mana false'lar pastda chiqib kelyapti. False. Nimaga false berdi? Bu yoqda 492 500 dan katta emas, lekin 14 500 dan 10 dan katta. 10 dan katta bo'lgani bilan baribir ikkinchi qiymatimiz to'g'ri kelmagani uchun bu shart bajarilmadi degani. Xuddi magazinga bordinglar, kalbasa va sir olib kelgin deyildi. Sizlar kalbasani o'zini olib keldinglar, sir olib kelmadinglar. Shuning uchun false qiymat javob qaytardi bu yoqda. Endi keyingisi or.
or bu yoki degan ma'noni beradi. Xo'p, or qanaqa ishlaydi? Orda xuddi shu vaga o'xshagan, lekin bu true qaytaradi, shartlardan hech bo'lmasa bittasi bajarilsa. Ya'ni o'sha kalbasa sir mavzusiga qaytamiz. Sizlarga aytildi, do'konga borgin, kalbasa yoki sir olib kelgin deyildi. Demak, do'konga bordinglar, kalbasa ham sir ham bor, bittasini olib kelasizlar. Yoki do'konga bordinglar, kalbasani o'zi bor ekan, siri yo'q ekan. Sizga kalbasa yoki sir olib kelgin deyilgan, kalbasani o'zini olib keldinglar, baribir shart to'g'ri bajarildi. Chunki sizlarga shart qo'yildi, yoki uni olib kel, yoki buni olib kel deb. Bu yerda ham xuddi shunaqa ishlaydi funksiya. Ya'ni birinchisini belgilab olamiz, hozir buni ko'rib chiqamiz, ya'ni ham yaxshiroq tushunarli bo'ladi. Birinchi qiymatimiz 546, yacheykasini belgilaymiz. 500 dan katta bo'lsa va yopamiz yoki zakazlar soni 10 dan katta bo'lsa. Bu yerda qanaqa ishlaydi? Keladi, formula qaraydi. 500 dan katta yoki 10 dan katta bo'lishi kerak. O'shandagina javobni to'g'ri qaytarib beradi. Xo'p, bu yerda true berdi. True bergandan keyin endi keyingilarini ko'rib chiqamiz. Keyingilari agar pastga tushirib yuborsak, bu yerda ikkita false, faqat ikkitagina noto'g'ri qiymat berdi. Xo'p, bularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, biza ko'rishimiz kerak bo'lgan mana bu qiymat, tushunish oson bo'lishi uchun. Bu yerda 559 500 dan katta, lekin 6 10 dan katta emas. Shuning uchun bu yerda true berdi baribir, chunki bittasi to'g'ri kelganini o'zi yetarli bu yerda. Ya'ni bu yerda 500 qiymatimiz to'g'ri keldi. 500 dan katta, mana bu shart bajarildi bu yerda. Bunisi to'g'ri kelishini ahamiyati yo'q. Bittasi bo'lsa ham to'g'ri kelishi kerak. Shu yoki funksiyasi shunaqa tartibda ishlaydi. Agar ikkalasi ham to'g'ri kelmasa, demak do'konga bordinglar, kalbasa ham yo'q, sir ham yo'q. Demak, ikkalasini ham ola olmadinglar. Bu degani o'sha shart bajarilmadi degani. Bu yerda false ko'rib chiqamiz. False ga qarasanglar, mana 410 500 dan katta emas. 500 dan katta emas bo'lgani uchun olmadi. Va zakazlar soni ham 10 tadan katta emas. Demak, do'konga borganda bu ham yo'q degan ma'noni beradi. Shunaqa or funksiyasi ishlaydi. Savolinglar bo'lsa, tushunmagan joylar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin bemalol. Hammasiga keyingi darslarda qo'shimcha qilib tushuntirish berib ketaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.